Bismillahirrohmanirrohim. Biz shifohiya kitobini o'qiyotgan edik. Biz inshaalloh avvalgi qoidalarni yaxshi anglagan bo'lsak, bugungi darsda deyarli qiynalmaymiz. Asosan gap faqat mubtado xabar va mavsu sifat mudofun ilayh atrofida aylanyapti. Bundan tashqari boshqa yana jins masalasi, son masalasi, tanvin oladigan, olmaydigan, oxiri o'zgaradigan, o'zgarmaydigan ismlar haqida gaplashganmiz. Birinchi lug'atni o'qib olaylik. Keyin qoidaga o'tamiz. Demak, ad-darsul ashir 10-dars. Xayyatun, xayyatuna, tikuvchi, tikuvchilar. Bu muzakkar variantida najjarun, najjaruna, duradgor, duradgorlar. Haddadun e'tibor bering, ko'pligini bermayapti, chunki siz endi qoidasini bilasiz. Bemalol uni ko'pligini yasamoqchi bo'lsangiz, haddaduna shaklini hosil qilsangiz, bemalol uning ko'pligi paydo bo'ladi. Xobbazun Navoiy degani. Xobbazuna bo'lsa ko'pligi bo'ladi. Qassobun, o'zbekcha qassob deymiz. Qassobuna ko'pligi. Xoffafun kosib, xoffafuna kosiblar. Hallaqun sartarosh, qassorun kir yuvuvchi, farroshun farrosh, hammalun yuk tashuvchi, dallalun o'rtakash, o'zimizda ham dallol deydi. Fallahun dehqon, mallahun dengizchi, battolun issiz. Endi mana qoida mavzusiga musannif rahmatullohi alayh birdaniga o'tib ketyaptilar. Xo'p, bu joyda biz tushunishimiz uchun bir narsaga e'tibor qilishimiz kerak. Bu nima? Bizda eski darsda bir qator takrorlaymiz. Mudof va mudofun ilayh degan narsamiz bor edi. Mana misol uchun e'tibor bering. Sodiqu aliyin desam, mana shu birinchi kalimani nomi bu nima deb nomlanardi? Mudof. Ikkinchisini esa mudofun ilayh deyilardi. Faqat bizda mana shu har ikkisiga tegishli bo'lgan qoidalar bor edi. Masalan, mudofda nima bo'lmasligi kerak edi? Mudofda e'tibor bering, aliflam bo'lishligi mumkin emas edi. Tanvin bo'lishi mumkin emas edi. Lekin harakatlardan dommami yoki fathami yoki kasrami farqi yo'q. Bemalol ko'taraverardi hammasini. Ya'ni hech qanaqa ishkalsiz bularni kelishida muammoli joy yo'q edi. Ammo mana bu mudofun ilayhga keladigan bo'lsak, mudofun ilayhimiz aliflam olishi mumkin. Tanvin olishi mumkin. Lekin harakatlardan faqat nima bo'lardi? Harakatlardan faqat kasra. Endi kasra olmaydigan ba'zi nozik kalimalarimiz esa u nima bo'lardi? Fatha bo'lardi. Hech qachon zamma bo'lmas edi. Lekin fatha bo'lishini ham sharti bor. U hech qachon tanvin olmasligi kerak, esdan chiqmasin. Mana shuni gaplashgan edik. Xo'p, endi bu yoqda masala nima desiz? Bu yoqdagi masala bu muzakkar ko'plikni siz mudof qilib keltirsangiz. Masalan, tasavvur qiling, bizda haddadun kalimasi bor. Haddadun. Siz mana shuni muzof qilib keltirmoqchi bo'lsangiz, kimgadir tegishliligini aytmoqchi bo'lsangiz, haddadu aliyin demoqchi bo'lsangiz, e'tibor bering, Alining qassobi, temirchisi bo'ladi. Haddadu. Bundan biz tanvinni olib tashlaymiz. Endi shuni temirchilari demoqchi bo'lsamchi, asli nima edi? Haddaduna edi. Haddaduna. Bu yerda tanvin yo'q, balki tanvinning o'rniga kelgan mana bu nun bor. Mana shu nun o'chib ketadi. Haddadu aliyin bo'lib qoladi. Qoida mudofda muzakkar ko'plikda yasalgan nun tushib ketadi. Qoida shu. Qoida nima ekan? Qoida mudofda ko'plikni, muzakkar ko'plikni nuni tushib ketadi. Masalan, e'tibor bering. Qassobu mahallatina deysiz. Mahallatina. Mahallamizning qassoblari. Qassobu. E'tibor bering. Agar siz mana shuni agar mudof qilib ishlatmaganingizda nima dedingiz? Qassobunadir deysiz. Mana bu nun mudof bo'lganda tushib ketyapti. Tushunarlimi? Masala shu bu yerda. Unaqangi inshaalloh qiyin narsa emas. Tushuntira oldimmi? Musannif bizni e'tiborimizni shunga tortyaptilar. Xoyyatuhu, e'tibor bering, mana bitta erkakning, ya'ni uning ko'p tikuvchilari degan. Xoyyatuhum, ularning ko'p tikuvchilari. Najjaruka, sening bir dona duradgoring, najjarukum, sizlarning ko'p duradgorlaringiz. Haddadi, agar yo sukunli bo'lsa, e'tibor bering, tashdidsiz bo'lsa, haddadi, mening bir dona temirchim bo'ladi. Haddaduna, bizning ko'p temirchilarimiz. Xobbazu aliyin. E'tibor bering, asli xobbazuna bo'lgan. Mana shuni tushib ketdi. Qassobu valiyin. Valining qassobi nun tushib ketyapti. Xoffafu Xolidin. Xolidning kosibi. Hammalul g'aniyi. Bir boyning hammoli.
Hammalu al-aghniya, boylarning hammollari. E'tibor bering, hammaluna bo'lgan aslida. Mana shu nun tushib ketyapti. Dallalut tajri, savdogarning dalloli. Dallalut tujjari, asli nima bo'lgan? Dallaluna bo'lgan. Mana bu nun tushib ketyapti. Muallimuhu, uning muallimi. E'tibor bering, uning ko'p muallimlari. Chunki mana bu vovdan bilamiz. Muallimuhum, ularning ko'p muallimlari. Muallimuka, sening ko'p muallimlaring. Muallimukum, sizlarning ko'p muallimlaringiz. Muallimiyya, agar tashdid bilan bo'lsa bu ko'p degani. Muallimuna, bizning ko'p muallimlarimiz. Mana shu joyda ham e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu. E'tibor bering. Agar yoy mutakallimga izofa qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, aynan o'sha har qanday ismni qilayotgan vaqtimizda, masalan, e'tibor bering, xoffafi deysiz. Mening bir dona kosibim, xoffafi yo sukun bilan. Agar siz shuni xoffafiya desangiz, yo tashdid bilan fathali bo'lib qoladigan bo'lsa, mana bu ko'p nima bo'lgan bo'ladi? Ko'p kosiblar degan ma'noni ifodalaydigan kalimaga aylangan bo'ladi. Qanaqasiga? Chunki buni asli xoffafuna edi. Keyin men bunga nima qildim? Yoy mutakallimni qo'shmoqchi bo'ldim. Qoida bo'yicha mana bu nun tushib ketadi. Xoffafuy tiliga og'ir bo'lgani uchun mana bu vov bu yoga moslashib xoffafuyya bo'ladi. Xoffafuyya. Yo esa o'z nomisiga kasra bo'lishini xohlaydi, shuning uchun xoffafiyya bo'lib o'zgarib ketadi. Bu faqat xoffafga tegishli emas, har qanday muzakkar ko'plikka tegishli. Tushuntira oldimmi? Har qanday muzakkar ko'pligini siz yoy mutakallim, ya'ni o'zingizga izofa qilmoqchi bo'lsangiz, mening nimalarimdir demoqchi bo'lsangiz, muzakkar ko'plik bo'lishi kerak. Kitoblarim yoki qalamlarimga o'xshash siniq ko'plik bo'lmasligi kerak. Siniq ko'plik nima, sog'lom ko'plik nima? O'tgan darsda tushuntirganman men bu narsani. Mana shu paytda yo tashdidli bo'ladi, shuni hisobga olib qo'yishimiz lozim. Tushuntira oldim, inshaalloh. Qoida mana shu narsani tushuntiryapti bizga. Bizga aytmoqchi bo'layotgan narsasi shu. Endi kitoblarda nima qilinadi? E'tibor bering, harakat qo'yilmaydi. Masalan, tasavvur qiling, haulai qassobiyya bu. Chunki mana bu haulaidan bilyapman ko'plik ekanini. Agar u bitta bo'lganda nima bo'lardi? Hada qassobi bo'lardi, tashdidsiz bo'lardi. Qassobi, chunki mana bu birlikka ishora qilinyapti. Demak, bu bitta ekan, ko'pmas ekan. Bu ko'pga ishora qiladi, demak bu qassobiyya bo'lib ko'plikda kelar ekan. Ya'ni demoqchi bo'lganim, oldi orqasidan bilasiz. Tasavvur qiling, oldida mana bu ishora yo'q. Haulai yoki haza yo'q. Uni qayerdan bilaman? O'zidan keyingisidan bilasiz. Masalan, mening qassoblarim ag'niyau deyman. Mana bu ag'niya nega ko'p kelyapti? Chunki mana bu ko'plikda. Endi mening bir dona qassobim demoqchi bo'lsamki, qassobi g'oniyun deyman. G'oniyun birlikdami? Demak, mana bu qassob ham birlikda ekanligini mana shu joydan anglaymiz. Masala shu joyda. Bu yerda tushuntirishimiz kerak bo'lgan asosiy masala shu. Tushunarli, inshaalloh. Endi matnni jumlani o'qib tarjima qilaveramiz. Deyarli qoida qolmadi. Xo'sh, bismillah. Al-jumalul arabiyyatu, arabcha jumlalar. Hada rajulu khayyatun. Bu kishi tikuvchidir. Bu 3-darsdagi qoida, bu yerda yangilik yo'q. Haula'i rijalu khayyatuna. Bu kishilar tikuvchilardir. Hadihil mar'atu khayyatatun. Bu ayol tikuvchi ayoldir. Haula'i nisa'u khayyatatun. Bu ayollar tikuvchilardir. Hada shaykhu najjarun. Bu qari kishi duradgordir. Haula'i shuyuhu najjaruna. Bu qariyalar duradgordirlar. Jari haddadun. Mening qo'shnim temirchidir. Jironuna haddaduna. Bizning qo'shnilarimiz temirchilardir. Sadiquhu khabbazun. Uning do'sti nonvoydir. Asdiqouhum khabbazuna. Ularning do'stlari nonvoydirlar. Aduvuhu qassobun. Uning dushmani qassobdir. A'dauhu qassabuna. Uning ko'p dushmanlari qassobdirlar. E'tibor bering, mana bu joyda tarjimada mana bu a'da ko'plikda, mana bu hu esa birlikda. Uning ko'p dushmanlari. Tushunarliga? Hadal khaffafu mahirun. Bu kosib mohirdir. Haula'il khaffafuna maharatun. Bu kosiblar mohirdirlar. Zakal hallaqu jahilun. Anavi sartarosh johildir. Ulaikal hallaquna juhala'u. Anavi sartaroshlar johildirlar. Hadal khodimu qassarun. Bu xizmatchi kir yuvuvchidir. Hadihil xodimatu qassaratun. Bu xizmatchi ayol kir yuvuvchidir. Zakal xodimu farroshun. Anavi xizmatchi farroshdir, o'g'il bolada. Tilkal xodimatu farroshatun. Anavi xizmatchi ayol farroshdir. Hadal hammalu sodiqun. Bu hammol, o'zimizda ham hammol deb ishlatiladi, yuk tashuvchi
rostgo'ydur. Haula'il hammaluna sodiquna. Bu yuktashuvchilar rostgo'ydirlar. Hadal fallahu faqirun. Bu dehqon kambag'aldir. Haula'il fallahuna fuqara'u. Bu dehqonlar kambag'aldirlar. Zakal mallahu mahirun. Anavi mallah ya'ni dengizchi mohirdir. Ulaikal mallahuna maharatun. Anavi dengizchilar mohirdirlar. Zaka dallalu kazibun. Anavi dallol yolg'onchidir. Ulaika dallaluna kazibuna. Anavi dallollar yolg'onchidirlar. Khayyatuhum tawilun. Ularning tikuvchisi. E'tibor bering. Mana shu joyda khayyat birlikda. Qarang, vov yo'q. Hum esa ko'plikda. Ularning bir dona tikuvchisi. Tushunyapsiz-a? Ko'pgina erkaklar faqat bitta. Masalan, Jamshid degan odamda kiyim tiktirishadi. Tushundingiz-a? Ularning tikuvchisi uzundir. Najjarukum qasirun. Bu yerda ham shu. Sizlarning hammangizning bir dona duradgoringiz bo'yi qisqadir. Haddaduna g'aniyun. Bizning temirchimiz boydir. Xobbazuhum faqirun. Ularning bir dona nonvoyi kambag'aldir. Qassobukum safihun. Ularning bir dona qassobi telbadir. Xoffafuna g'obiyun. Bizning mahsidozimiz, ya'ni kosibimiz g'obiy, tentakdir. Hallaquhum masrurun. Ularning hammasining sartaroshi xursanddir. Hammalukum mahzunun. E'tibor bering. Sizlarning hammalaringizni bir dona yuktashuvchingiz xafadir. Mana bu mahzunun oxirida vov va nun turibdi deb o'ylamang. U zoida emas. Kalimani o'zi shunaqa. Tushunarliga, kalimani o'zi shunaqa. Chalkashib qolmang. Xuddaki bu qassobun bilan mahzunun bir xil. Buni ko'pligi mahzununa bo'ladi. Siz buni buyog'iga una qo'shasiz. Tushuntira oldimmi? Mahzununa bo'ladi. Mana bu qo'shilgani uni ko'pligini bildiradi. Bu birlik. Chalkashib qolmang. Dallaluna maridun. Bizning o'rtakashimiz kasaldir. Khayyatuhu fuqara'u. Mana men sizga aytdim. Khayyatuhu uning ko'p tikuvchilari kambag'allardir. Qarang, bitta boyvachcha bir nechta odamda kiyim tiktirar ekan. O'shaning uchun uning tikuvchilari kambag'aldir. Najjaruka maharatun. E'tibor bering. Sening ko'p duradgorlaring mohirdirlar. Haddadiyya juhala'u. E'tibor bering. Mana bu yerda tashdidligi ham, harakati tepada fathasi ham bizni uni ko'plik ekanini bilishimizga yordamchi bo'ladi. Asosiysi mana juhala'u turibdi. Haddadiyya juhala'u. Haddadi bo'lganda edi, unda u birlik bo'ladi. Haddadiyya bo'lib qoldimi, u ko'plik bo'ladi. Xobbazu aliyin nihafun. Alining nonvoylari ozg'indir. Qassobu valiyin simanun. Valining qassoblari semizdir. Xoffafu xolidin sodiquna. Xolidning kosiblari rostgo'ydirlar. Hallaqu arifin kazibuna. Orifning ko'p sartaroshlari yolg'onchidirlar. Hammalul aghniyai fuqara'u. Mana shu joyda e'tibor bering. Hammalul aghniyai. Majburman men mana buni qo'shib o'qiyotgan vaqtda mana bu vovni talaffuzda tashlab yuborishga. Lekin men uni birlik yoki ko'pligini mana shu joyda bilmayman. To'xtang, mana shu joyda hammalul aghniyai desam, ko'p boylarning ko'p yuktashuvchilarimi yoki ko'p boylarning bir dona yuktashuvchimi? Men buni bila olmayman shu joyda o'zida to'xtaganimda. Men mana bundan bilaman. Ya'ni fuqaroudan bilyapman. Bu fuqarou deyaptimi? Demak, mana bu hammalu asli vovlik ekanini bildiradi. Tushundira oldimmi? Ya'ni muzakkar ko'plik mudof bo'lib, tanvin tushib ketgandan keyin aliflomlik ismga qo'shilib, ya'ni mudof bo'lib kelsa, unda biz vovni ham talaffuzda tashlab yuboramiz. Dallalut tujjari. Mana e'tibor bering. Savdogarlarning bir dona dalloli bo'lishi ham mumkin yoki savdogarlarning ko'p dallollari bo'lishi ham mumkin. Siz mana bu ag'niyaudan bilasiz uni birlik yoki ko'plik ekanini. Tushunarli inshaalloh. Muallimuhu ulamau. Uning muallimlari, e'tibor bering, bir dona odamning ko'p muallimi. Uning muallimlari, mana vov bor, ko'pligini shundan ham bilyapmiz. Ulamau. Ko'plikda kelyapti. Olimdirlar. Muallimuka kibarun. Sening o'qituvchilaring, muallimlaring kattalardir. Muallimiyya sulahau. E'tibor bering, yo tashdidli fathali bo'lsa ko'plik bo'ladi. Mening ko'plagan muallimlarim solih insonlardir. Hadal khayyatu mutakabbirun. Bu tikuvchi kibrlidir. Zaka najjaru mutawadi'un. Ana bu duradgor tavozulidir. Hadal haddadu masrurun. Bu temirchi xursanddir. Zaka al-khabbazu mahzunun. Ana bu nonvoy xafadir. Hadal qassobu saminun. Bu qassob semizdir. Zaka al-khaffafu nahifun. Ana bu kosib ozg'indir. Hadal hallaqu sahihun. Bu sartarosh sog'lomdir. Zakal qassoru maridun. Anavi kiruvchi kasaldir. Hadal farroshu daifun. Bu
Farrosh zaifdir muzakkarda. Zakal hammalu qawiyyun, anavi yuk tashuvchi kuchlidir. Hada dallalu zakiyun, bu o'rtakash donodir. Zaka dallalu g'abiyyun, anavi o'rtakash telbadir, ya'ni tentakdir. Al khayyatuna maharatun, tikuvchilar mohirdirlar. An najjaruna juhala'u, duradgorlar johildirlar. Al haddaduna masruruna, e'tibor bering, temirchilar xursanddirlar. E'tibor beramiz. Al khabbazuna mahzununa, mana e'tibor bering. Mahzunun birligi una qo'shilib ko'pligi yasalyapti. Tushuntira oldimmi? Demak, nonvoylar hafadurlar. Al-qassobuna simanun, qassoblar semizdirlar. Al-khaffafuna nihafun. Khaffaf bu kosiblar ozg'indirlar degan. Al-hammaluna aqwiya'u, yuk tashuvchilar kuchlidirlar. Hadha ar-rajulu khayyatun mahirun. Bu kishi mohir tikuvchidir. Tarkib sal o'zgaryapti. Hadha ar-rajulu mubtada bo'ladi, khayyatun mavsuf, mahirun sifat. Ikkovi bitta bo'lib turib xabar bo'ladi. Tushunarliga tarkib ozgina o'zgardi, lekin bu biz tarkibda o'tganmiz aslida. Hadhihi al-mar'atu khayyatatun mahiratun. Bu ayol kishi mohir tikuvchidir. Hadha an-najjaru rajulun safihun. Bu duradgor telba kishidir. Hadhaka al-haddadu shabun jahilun. Anavi temirchi johil yosh yigitdir. Hadha al-qassabu shaykhun qawiyyun. Bu qassob kuchli qariyadir. Hadhaka al-khaffafu shabun da'ifun. Anavi khaffaf, ya'ni mahsudus, ya'ni kosib, zaif yosh yigitdir. Hadha al-hallaqu insanun aqilun. Bu sartarosh aqlli insondir. Zakal hammalu rajulun faqirun. Anavi yuk tashuvchi kambag'al kishidir. Al khayyatul mahiru g'aniyun. Mohir tikuvchi boydir. E'tibor bering, bu mavsuf, bu sifat, ikkovi mubtado, g'aniyun esa xabar. Shu shaklda tarkib old qator yetib qator davom etadi. An-najjaru saminu sahihun. Semiz duradgor sog'lomdir. Al-haddadul fasiqu jahilun. Fosiq temirchi ilmsizdir. Al-khabbazul jahilu g'abiyyun. Johil nonvoy tentakdir. Al-qassobul maridu da'ifun. Kasal qassob zaifdir. Al-khaffafun nahifu maridun. Ozg'in kosib kasaldir. Al-hallaqus solihu aqilun. Salohiyatli sartarosh aqllidir. Al-hammalus saminu qawiyyun. Semiz yuk tashuvchi qaviy, ya'ni kuchlidir. Ad-dallalul kadhibu faqirun. Yolg'onchi o'rtakash kambag'aldir. Hada al-hammalus saminu qawiyyun. Bu semiz hammol qaviy, kuchlidir. Yana tarkib o'zgardi. Hada ishora, al-hammalu ishora qilinayotgan shaxs bu mavsuf bo'ladi. As-saminu sifati. Mana shu joyga hammasi mubtado. Qawiyyunni o'zi esa xabar bo'ladi. Tushunarlimi? Tarkib shu shaklda ketyapti. Mana shu virgul qo'yilgan joygacha mubtado bo'ladi. Mavsuf sifat bilan gap uzayyapti. Shunga e'tibor beramiz. Zakal khaffafun nahifu da'ifun. Anavi ozg'in kosib zaifdir. Haulayil qassabuna simanu zalamatun. Bu semiz qassoblar zolimdirlar. Ulaikal fallahuna al-fuqara'u udulun. Orasini ajratmabdi. Mana shu joyda mana bunday ajratuvchi belgi bo'lishi kerak edi. Anavi kambag'al dehqonlar adolatli insonlardir. Huwa khayyatun, u tikuvchidir. Hum khayyatuna, ular tikuvchidirlar. Hiya khayyatatun, u ayol tikuvchidir. Hunna khayyatatun, u ayollar tikuvchidirlar. Anta khabbazun, sen nonvoysan. Antum khabbazuna, sizlar nonvoysizlar. Anti khabbazatun, sen nonvoy ayolsan. Antunna khabbazatun, sizlar nonvoy ayolsizlar. Ana fallahun, men dehqonman. Nahnu fallahuna, bizlar dehqonmiz. Huwa mallahun, u dengizchidir. Hum mallahuna, ular dengizchilardir. Hada rajulu battalun, bu kishi ishsizdir. Haulai rijalu battaluna, bu kishilar ishsizdirlar. Ar-rajulul battalu faqirun, ishsiz kishi kambag'aldir. Ar-rijalul battaluna fuqara'u, battal kishilar kambag'aldirlar. Battal ishsiz. Al-mar'atul kaslanatu battalatun, dangasa ayol kishi ishsizdir. An-nisaul kaslanatu battalatun, dangasa ayollar ishsizdirlar. Haula'il battaluna kusala, bu ishsizlar dangasadirlar. Mana bu nuqtasiz yoziladi. Kusala. Tushunarli inshaalloh. Bo'ldi, masala tuga. Hop, endi bu yoqda 11-darsda lug'at yangilik bo'ladi, xolos. Sizlarni nima qiynamasin? Sizlarni qoida qiynamasin. Nega? Chunki men qoidani o'rgatganman sizlarga. Lug'at yodlayotgan vaqtingizga lug'atga qaraysiz. Agar o'sha lug'at yodlanayotgan paytda tanvinsiz bo'lsa, o'sha kasra ola olmaydi, tanvin ola olmaydi, kasra o'rniga fatha bo'ladi deganman. Tushunarliga? Endi e'tibor bering. Yana bitta masala bor bu yerda. Esingizda bo'lsa, hada muzakkar, hadihi muannas, ikkovini ham ko'pligi haulai bo'lgan edi. Bu joyda ham shunga o'xshash hodisa bo'lmoqda.
Bular asosan ranglar, sifatlar odamga tegishli bo'lgan. Azharu bu muzakkar variant. Zahrau muannas varianti. Ikkovini ham ko'pligi zuhrun bo'ladi. Siz yodlaganda shu shaklda yodlang. Asmaru, samrau, sumrun yoki ashqoru, shaqrau, shuqrun. Mana shu shaklda yodlash kerak. Ya'ni bu yerda azharuni alohida yodlab olib turib, keyin zahroni alohida yodlab, keyin uni orqasidan nima edi, uni ko'pligini yodlayman deb o'zingizni qiynamang. Men tushuntirmoqchi bo'layotgan narsam, yodlash tartibi shunaqa. Tushundira oldimmi? Yodlayotgan vaqtingizda mana shu tartibga amal qiling. Ancha sizga bu narsa nima qiladi? Inshaalloh yordam beradi. Shuni tushuntirmoqchiman bu yoqda. Men aytmoqchi bo'layotgan narsa bu yoqda mana shu edi. Xo'sh, endi bu lug'atlarni siz yodlaysiz. Yodlaganingizdan keyin shunchaki tarjima qilaverasiz. Qoidasida yangilik yo'q. Bular tanvin olmasligini, agar mabodo mudofun ilayh bo'lib kelib qoladigan bo'lsa, siz uni tarjima qilayotgan vaqtingizda, umuman arabchasini o'qiyotgan vaqtingizda nima ekanligini, ya'ni kasra olmasligini, tanvin olmasligini bilib olishingiz kerak. Masala shu bu yerda. Tushunarliga? Azharu oq yuzli deb tarjima qilinadi. O'zi aslida bu guldan chiqqan oq yuzlilarga ishlatiladi. Asmaru, samrau, sumrun bu bug'doy rang deydi. Aslida sal qoriroq variantdagi odamni tana rangini asmar deydi. Yoki samro muannasi, sumrun ikkovida ham ko'plikka ishlatiladigan shakli hisoblanadi. Tushunarliga? Xo'p, ashqoru bu endi qizil yuzli, shaqro shuqrun muannas ko'pligi. Faqat muzakkarda aytib ketaveraman, u yog'ini o'zingiz tushunib olasiz. Ahrosu bu soqov tilsizga ishlatiladi. Asommu bu karga, a'ma bu ko'rga, ahvalu ko'zda nuqsoni bo'lgan, qo'polroq uzr g'ilay deymiz. Ashallu butun tanasi ishlamay qolsa, shol deymiz yoki badanning qaysi bir qismi ishlamay qoladi, shol deb qo'yamiz-ku, o'sha ashallu. A'roju cho'loq, ahdabu bu bukri, ya'ni tanasini o'sha ma'lum bir qismida bo'rtib chiqib qoladi suvayi. Al-thagu bu tildagi defekt deb beradi hozirgi kunda. F'ni yoki z'ni aytishda oddiy ayta olmaydi, chuchuk qilib aytadi-yu, shuni aytadi. Ahmaqu bu ahmoq degani. Ahmaqu, hamqou, humqun. Mana shu shaklda yodlash kerak. E'tibor bersangiz, bularning hammasini vazni bir xil. Vazni degani harakatlarga e'tibor bering, hammasini harakati bir xil. Birinchi fathali, keyin sukunli, keyin yana fathali, keyin zammali kelyapti. Azharu, asmaru, ashqaru, ahros. Hammasiniki deyarli bir xil. Tushundira oldimmi? Shuning uchun yodlashda qiynalmaysiz. Faqat siz yodlaganda, men aytgandek, birinchi muzakkari asmaru, asmaru, samrou, sumrun shaklida yoki ashqoru, shaqrou, shuqrun shaklida yodlashingizni tavsiya qilaman. O'shanda ancha chalkashmaysiz. Tushunarli inshaalloh. Tarkibda muammo yo'q. Shuning uchun faqat tarjimani o'zini qilib ketaveramiz. Qoidasida yangilik yo'q. Huwa azharu u oq yuzlidir. Hum zuhrun ular oq yuzlidirlar. Hiya zahrau u ayol oq yuzli. Hunna zuhrun u ayollar oq yuzlidirlar. E'tibor bering, mana hum zuhrunda ham, hunna zuhrunda ham bir xil shaklda ishlatyapmiz. Anta asmaru sen qorasan, antum sumrun sizlar qorasizlar. Anti xorsau sen soqovsan, antunna xursun sizlar soqovsizlar. Mana bu oq yuzli, qizil yuzli, ya'ni yuzli deb tarjima qilganda u o'ylamang faqat yuzli deb qo'shish ekan. U rangini aytayapti o'zi aslida. Tushunarli? Ana ashqoru men bug'doy emas, bu qizil. Men qizilman, nahnu shuqrun bizlar qizilmiz. Huwa asammu u garang, hum summun ular garangdirlar. Hiya amya u ayol ko'rdir, hunna umyun u ayollar ko'rdirlar. Ana havla u men g'ilayman, nahnu hulun bizlar g'ilaymiz. Hada rajulu ahmaqu bu kishi ahmoqdir. Hadihil mar'atu hamqa'u bu ayol ahmoqdir. Hadal insanu ashallu bu inson sholdir. Yani tanasini ma'lum bir qismi ishlamay qoladi. Alloh saqlasin. Hada shaykhu a'raju bu qariya cho'loqdir. Hadihil ajuzu hadba'u bu ayol kampir hadba'u ya'ni bukridir. Zaka shabbu azharu ana u yosh yigit oqdir, ya'ni oq ranglidir demoqchimiz. Tilka shabbatu shalla'u anavi yosh bo'y yetgan qiz sholdir. Hada sabiyyu alfagu bu go'dak chuchukdir, tilida chuchuklik bordir. Hadihi sabiyatu lasga'u bu go'dak ayol, qiz bola go'dak, u ham tili chuchukdir ma'nosida. Zakal xodimu ahmaqu anavi xizmatchi erkak ahmoqdir. Tilkal xodimatu hamqa'u anavi xizmatchi ayol ahmoqdir. Sodiquhu azharu. E'tibor bering, mana shu joyda kitobni tartibi zo'r tuzilganligi shundaki, mana shu e'tibor bersangiz, mana shu joygacha birinchi, ikkinchi darsdagi tarkib faqat lug'atlar yangilandi. Keyin mana shu hada rajuludan boshlab
to hozirgi kelgan joyimizgacha esa 3, 4, 5 darslardagi kelgan tarkib takrorlanyapti. Endi sodiquhu azharu bu joydan boshlab 6, 7, 8 takrorlanadi. Sodiquhu azharu uning erkak do'sti oqdir. Sodiqatuha zahrau u ayolning ayol dugonasi oq yuzlidir. Ibnuka asmaru sening o'g'ling qoradir. Ibnatuki samrau sening qizing qoradir. Xodimi ashqoru mening xizmatchim qizildir. Xodimati shaqrou mening ayol xizmatchim qizildir. Xodimuhum axrosu ularning bir dona xizmatchisi soqovdir. Esdan chiqmasin. Xodimatukum sommau u sizlarning bir dona xizmatchi ayolingiz garangdir. Somma bu garang. Abuhu asammu uning otasi garangdir. Ummuhu amyau u erkakning onasi ko'rdir. Ibnuka ahvalu sening o'g'ling g'ilaydir. Ibnatuki shallau sening qizing sholdir. Axi a'raju akam cho'loqdir. Uxti lasg'au mening opam tilida chuchuklik bordir. Sodiqu aliyin akhrasu alining do'sti soqovdir. Sodiqatu maryama xorsau maryamning dugonasi. E'tibor bering, maryam ayollarning ismi tanvin olmaydi deganmiz. Xorsau bu o'sha tilida gapirishlik qobiliyati yo'q degani. Endi biz tilsiz deymiz yoki soqov. Aduvu valiyin asammu e'tibor bering, valiyning dushmani garangdir. Aduvatu Zaynaba sammau Zaynabning dushmani garangdir. Bu ham Zaynab ayollarning ismi tanvin olmaydi, kasra ololmagan o'rinda fatha bilan keladi. Jaru Xolidin a'ma Xolidning qo'shnisi ko'rdir. Doifu Mahmudin ahvalu Mahmudning mehmoni g'ilaydir. Abu hadal xoyyati ashallu e'tibor bering, 8-dars tarkibiga o'tdim shu joyda. Haza qo'shilgan edi izofani orasiga. Abu hadal xoyyati bu tikuvchining otasi sholdir. Ummu hadal najjari arja'u demak bu duradgorning onasi cho'loqdir. Ibnu hadal haddadi ahdabu bu temirchining o'g'li bukridir. Ibnatu hadal xobbazi hadba'u bu nonvoyning qizi bukridir. Ahu hadal qassobi al-thag'u bu qassobning akasi tili chuchukdir. Uxtu hadal xaffafi lasg'a'u bu kosibning opasi yoki singlisi tili chuchukdir. Ar-rajulul akhrasu asammu e'tibor bering, tarkib yana almashyapti. 9-chi ya'ni mavsuf sifat qoidasi qo'shildi. Xo'p, soqov kishi garangdir, chunki eshitmagan odam gapira olmaydi. Ar-rijalul khursu summun soqov kishilar garangdirlar. Al-mar'atul kharsa'u samma'u garang, tilsiz ayol garangdir. An-nisaul khursu summun tilsiz ayollar garangdirlar. Go'ng deymiz. Go'ng emas, subhanalloh. Al-insanul a'ma mahzunun ko'zi ko'r inson xafadir. Ash-shaykhul a'raju da'ifun cho'loq qariya zaifdir. Al-ajuzul hadba'u maridatun bukri kampir kasaldir. Al-waladul athawu maridun tili chuchuk bola kasaldir. Hada shabul ashqaru khayyatun mahirun. Qarang, tarkib yana o'zgaryapti. Bu qizil bola, ya'ni qizil yuzli bola mohir tikuvchidir. Demak, bu yerda mana shu joygacha mubtado bo'ladi, undan keyingisi mavsuf sifat bo'lib xabar. Zakan najjarul akhrasu asammu anavi tilsiz duradgor garangdir. Haulayil haddadunal khursu summun bu tilsiz temirchilar garangdirlar. Ulaikal hammalunal fuqara'u hulun anavi kambag'al yuk tashuvchilar g'ilaydirlar. Hadal hallaqun nahifu a'raju bu ozg'in sartarosh cho'loqdir. Zakat dallalul mahiru ashallu anavi mohir dallol sholdir. Haulai rijalul fuqara'u khursun bu kambag'al erkaklar tilsizdirlar. Ulaika an-nisa'u al-maridatu umyun anavi kasal ayollar ko'rdir. Haulai rijalul juhala'u summun bu johil erkaklar garangdirlar. Ulaika an-nisa'ul jahilatu umyun anavi johila ayollar ko'rdir. Muallimuhum zuhrun e'tibor bering, muallimuhum ularning ko'p o'qituvchilari oqdirlar, ya'ni oq tanli, oq yuzli insonlar. Mudarrisukum sumrun sizlarning ko'p mudarrislaringiz, o'qituvchilaringiz qora yuzlidirlar. Muazzinuna shukrun bizning ko'p muazzinlarimiz qizil yuzlidirlar. Farroshuna ahmaqu bizning bir dona farroshimiz ahmoqdir. Ahmoq degani o'zbek tilida ham xuddi shu shaklda ishlatiladi. Inshaalloh tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Sal uzunroq bo'ldi, lekin asosan bu narsa tarjimaga ketdi. Qoidada unaqa qiyinchilik yo'q. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar tushunarsiz bo'lgan bo'lsa,
qoidani yaxshilab eshitishga harakat qiling, tushunishga harakat qiling. Asosiy masala eski darslarni yaxshi anglashga harakat qilish kerak. Shunda bugungi darsni tushunishda deyarli qiyinchilikka yo'l qo'ymaysiz. Tushunarli bo'ldi degan bittaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.